Ben sana hikaye bayan qilib do'stimlar Tumar hikoya egisi emas, faqat hikoya bayan qilib bermoqchi. Hikoyani boshlab ketdik. Hikoyamning ismi Loyiq tunishtirish xotirasi. Birinchi qism. Men 85-yillardan keyin Şimal Şinjan'da tug'ilgan qiz. Ben ismini bilsem ailemizin iqtisodiy sharoiti shunchalik yaxshi, ota-onam shunchalik yaxshi bir idora organining xizmatchisi. Men undaqroq qolay, chiroq chiqib. Mening opamning faqat adam yaratmaydigan xuyi bor deyman ismini bilsem. Opamning do'stlari shunday qilqimda sharandaz yasinib yuradigan ashtaq bir holi bor ayollar tuchu. Men kichigimni bak quloq mo'lisdim. Mushtadan choylar nima joy bo'ldi, nima gap so'zlar bo'ldi ekan deb ashtaq yining qirab gap so'zlarini tanishaytdim. Darvaqa men bu opamdek adam yaratmaydigan, hal yo'g'an, shunda haqdan qusur izlaydigan cho'ng oldim. Shunday qilib oliy maktab bitirganjida men 23 yoshga kirgan vaqtimda bitirdim. Mening dadamning bir salisi bor. Endi bu kichik opamni hammasi Van Kemper deb ataydi biz bu yerda. Chunki bu kichik opamningki endi bir udumi bor demdik. Mush o'ltirib qolgan qiz bo'lamdi, qiyri yigit bo'lamdi, hammasini mushlab tunishtirib qo'ysa, cho'qim shu ammamning tunishtirishi bilan nurg'un odamlarning to'yib ketganda bizningki bu yurtimizda. Shunday mening bu ammamning hammasi Van Kemper deb ataydi-chu. Shunday mening bu telefonimda hozir qadar bu ammamning ismi Van Kemper deb yoziqli. Bu endi ammamningki nazarda hamma odam cho'qim jup-jup bilan bo'lish kerak, taqqamaslik kerak. Hatta to'sheningmi jupti bor tursa, nemish odamlar taqqaldi, odamlar bo'y taqqaldi deb shunda kirishib oldi-da. Shu men maktab bitirdim-u. Ammam qachon tegsa. Biraz alayda atamdı. Alay dedim-u, tishimga degan tegib ko'zim kirishib qoldi-da. Meni bir adam alay demagan yeri yo'q, men tegiman demadim. Sen xotirjam bo'l, mening atrofimda to'shaq o'g'il bola bor, sen mening g'ibimni yemasan, men o'zim adam tepib tegalayman deb ikkimiz to'g'ri urushib qoldik-chu. Shu ashta qilib bu ammamningki mening maktab bitirishim bilan tang iliqi loyiq tunishtirish obyekti men bo'lib qoldim-da. To'liq kirishib qoldim. 2 kunda bir telefon qildim. Manga uçurmada emas, nurg'un bolalar uchurdi. Manga bo'lsa, mush qilib qo'ygandek, mening talabimga tushgan bu egiz bo'lishi birinchi shart, iqtisod yaxshi bo'lishi kerak, o'qigan bo'lishi kerak, ota-onasi yaxshi bo'lishi kerak, oila tarbiyasi yaxshi bo'lishi kerak, nasabi yaxshi bo'lishi kerak degan mushta bir turkum talablarimga tushgan. Men yaxshi ko'rgan chiroy shakli, mijoz xulqlik odam bo'lsa, men bo'lsa zotim buyurtib akab tegib olsam, shunchalik nimani men. Ashtaq yurgan kunlarda hamon bir kun telefon qilibdi-da. Ya hammadamga shu jor silib men zodash bu yigiz bo'yturib kelishgan bir odam topman deb ketgandim. Shapkilik akashdan birini topdim. Anadan uning xizmat o'rinlarida shunday ifodasi yaxshiga, nimada shunday yuz obro'y bor jamiyatda, og'aylarning oldida shunday yuz balki, iqtisod shunchalik yaxshiga, ota-onalarim ajoyib yaxshi oilaning bolasi kelib degan bu balni bo'ron qilib mushtaq ko'tarib o'tdi ko'kka. Shunday buni qanday qilganmisam kechda Muşu biz turayotgan yerimde shunday bir qahvaxona bor-chu. Yashashni yaxshi ko'rgan. Shiyada ko'rishilganda men kelishib qo'ydim, cho'qqim bag'in, o'z minkoham balki dedik. Pul deb qoldim-mu? Basam o bola shu minkoham bo'lgandimi, ajoyib tuz mundaq balkan-chu. Ashning bo'lsa meni davlatildi, tuzadaydigan. Cho'nishdan kirsak, davlatildi shuncha kiravanni gap qotdi-da, ayliqi palani ayi tunishtirgan qizalsizmi deb. Ha dedim. Şu bu balının nərin çıraylık degan dol deyme, çırayğını qarayma. Mening ko'zimga bu balayıq o'rnini o'rtirib olgan mushuk yiqdek ko'rindi. Yuzri mushuk yiqdekmiş yumaloq, ko'zning ostida ishlab charchab ketgan bunda xiyancho'nlar bor, ashtaq bir balka. Bu haqiqatan yigizga o'rnin qo'yib qatdi menda bir bosh yigizga. Shunday deb o'ltirdik. Ham u qahvaxona bizning shiyga nisbatan shofesi xil yuqori, xil bir iqtisodiy yaxshi odamlar kirib o'tirgan qahvaxona-chu. Haqiqatan sharoitlar payzi. Shu eshikdan kirsam Nimeysiz işten yerip geldiniz akçan işte gelip qo'sqingiz ichga deganki, pulda o'zingiz bilgancha buyurib beraman dedim. Endi bu bala ash çaydanni qo'liga olgan paytda varaqlab kitob o'qigandak, mush çaydanning ustida ismi baliki narsadan tortib, mush ichimlikni tortib yeydigangacha ilib jo'zmush toshqizatdi-da. Xelim o'ylayman, xil dafan pul qashadigan balmi ko'ngillik bo'lmay qasmam iqtisodiyatdan xil ma'lum bir yaraydigan deb bunday o'ylabdim-da. Şu an tamaq chiqib bo'ldi. Anadan men qarab xijilib o'tirmandan tunji qitim ko'rishimiz var. İlan deb boshlagandik. Bo'ldi sizdan kesin men bu kechbek chiqnas yeb ketmayman deb boshlatsam, ha dedi. Ha degan bir eg'izlik kim bu balning bax yeyish nimasi boshlandi-da. Endi men ilqi chukini endi bir tal mundaq uzitib
yedalime yemek içtim. Şu yedalimeye uzatkan çökem kap kaldı. Bu bal yılıqdek ovazlan çıkırıp yılıqdek muş nefes almay oturup ciddi tamak yediğin balken çö. Muş ciddi dep durayısılar hazır. Ben qanday ifadeleşimden bilmedim. Hem de o jozdaki nersen o bal onda ciddi yemegen taqdirdim o. Bu jozdaki nersen emdimden nazılıp oturup bu balın tuncu görüşü. Benim tuncu görüşüm hem de muş nerse yiyilmey içip qap qalsa hem çük tegmegenlerini da bakıp öge gidip hem xiyalımda mening xiyalim boyunca appamın xil dafan pul qaşaydigan balki appa jozni ma başdan al başqa toş quzatdi demekçi men. Ama ben naydım o xata oylap qaptım. Yavatıdı yıllık ballar terdigen eytotdu. Ağızlarını eytip degen krak diye yavatıdı ağızda. Şolar ben ha dedim o balın yıllık yiyişik men qarap ulguremeymen de ayede. İşçi vatıdı terdigen eytotdu yedi. Şolar İlk etrafta ultağan jozdikiler ilk avazın küçüklüğünü tamak yatkan. Ma fuyalar bir sigimde qara koydu, man qara koydu. Men yok körüp mende ilk balına yiyişi qarap men toy qaldım. Yiyişimning zörürük yok qo'y edi men toydum. O balına yiyişini mening toypadı qo'sum. Bir çağan men isi keldim boğay bishni ko'tarib ni buchima degan ta buchi nisyanchida qo'ydim shu o'tda shonna bir yaramchilikda. Qısam şolar yep bir çağın gard birini kikirib etdimiz içinden hem de bütün narsani qusatmasam jo'z ansirni yo'g'an narsa jiqolgan ekan. Şolar yeliq kikirikdan keyin bo'ldi bu baldan chort chiqatdim, ko'rak ko'zim yo'q, ikkinchi qatim ovozim anlig'im yo'q. Telefonimdan kelib nemisini ovozini chiqarib lamay telefon kelsa to'g'rilaydigan muzikasi bayan chiqarib telefon oldimdan "Vi ashta bo'lma, bo'ldi dashma hozir boray" deblam. "Soldirmayan bo'ldi, men chiqatdim unda" deblam. Jugagam bitta uchib chiqatdim, yinadan ikkinchi telefonni olmadim. Şu bilan talağı çıkıp yiliq balın birini yeyishni o'ylasam ko'nglim edishidi. Ve yiliq balni ko'ray qo'sh ikkinchi ko'zim yo'q. Shu ammamning tunishtirgan ko'rishga chiqishim shundaq bir mag'lubiyatga oxirlashdimi. Shuni bilan uyga kelib yiliq opam yiliq gapni deb turibman. Shu o'titda o'ylasam, nima qilsam, nima bo'lmay qilsam. Yiliq opamning ko'zidan yosh chiqib ketdi. Kulib anglab, "Ey rasmo ashiro oldingmi? O'zing yaratqin kelmayish taqatamsa" deydi meni. "Ve bo'ldi appa, agar bek yaraydigan shu qolsa shu kichik opam danglar o'zining qizini berib olsin, meni sayiqimsin daqlarga puli borga, uning nim kichik opamning yeb bo'yicha aytganda, buning xizmat o'rni yaxshi-ke, nayt yaxshi ayol cho'g'anga, ash yaxshi cho'g'an ayol qizni berib olsin" dedim. Ishni go'mmin taqab kirib xuldimda kirib. Ve yiliq qusam kechilarimda yiliq shalab shulib tomoq yegan ovoz, yiliq jo'z to'shib ketgan yiliq narsalar cho'k men qandaq bir puraq qilib mingan insanlar yiliq bundaq oshxona xo'tanlardan tamoqlar ishib qolgan tunlar to'kib mans yo'ldan o'tkazsanglar bir ko'ngillar edish ketadi. Men ashtaq puraq qilib bek mingandan ko'nglim edish ketadi. Kecha ne bo'lsam ashta to'kib qo'ygan tamoq turg'idek tushimda. Uyingda o'tkib berib og'zini mushta tutib yondirib bag'dekmi. Kecha yiliq qo'shqancha yiliq qilib moyoqdan qolsam oyoqdan chiqsam moyoqdan chiqib mush oldimni to'sab ketib bag'dek. Bir kecha tushimda men qusib yondirib yiliq baldan qichib ashta tushib chiqdimda. Amjalik odam deganda bunda tushirga bir boshqa qalaymiqan narsa kirib qarabasidu. Abal tushim kirib qarayis ketdi meni. Shuna aytsa degan shunchalik ruhsiz o'rnimdan qopdim. Ayni qarsam chiroylarim degan tam yiliq bir yaramchilik. Shuna aytsa degani o'rnimdan qopib bir kun yishdim, yemasga qasam ichib, yishdim yemagidek narsa datalan badam yerimda. Kiyimlarim chiroyli kiyib ishga ketdim-ma. Shu bilan ammamning ikkinchi qitimliq menga tunishtirish, loyiq tunishtirishni men ikkinchi qismga olib qo'yay. 记得点赞关注哦。